Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Men Amerikaniki Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq. Bugun 2021-yili 10-oyning 29-kuni juma sizlarga nazoratchi uchur yetkazib qo'yay deb chiqdim. Bu haftada bek ko'p xalqaro xabarlar yo'q. Men uchun cho'ngroq bir xabar. Amerikaniki tashqi ishlar ministri Blinken bir qancha kunning oldida Tayvanniki Birleşken Devletler Teşkilatı yoki BDT'ga kirishlik haqida bir bayonot e'lon qildi. Bu bir dunyoda xili cho'ng bir xil to'lqin paydo qildi. Agar ayni vaqtdagi ahvollarni kuzatadigan bo'lsak, ayni vaqtda Tayvan BDT'niki qurg'uvchilariniki birisi bo'lgan. Ya'ni BDT'ni vujudga keltirganda Tayvan shu chog'dagi shuni qurgan davlatlarniki birisi bo'lgan. Keyin Xitoy hokimiyati oldi bilan BDT'ga kiramiz deb, keyin dastlabida Xitoy Xalq Jumhuriyatini BDT'niki doimiy komitetiga kirgizib, Tayvanni odatga a'zo qilamiz deb qilib, keyin Mao Zedong, Zhou Enlai qatorli kishilar suiqasd ishlatib, Tayvanni chiqarib etib, Xitoy BDT'niki doimiy komitetiga kirib olgan endi. Shunday bir tarix bor. Endi bu qatim o'tirib chiqqan bir masala, Amerika azaldan Tayvanniki Xitoyniki bir qismi ekanligini e'tirof qilgan emas ekan. Hech qanday yerda uni dab qilgan emas ekan. Ondan keyin Tayvanniki BDT'dan chiqarilishiga Amerika ovoz qo'shmagan bir ahvol bor ekan. Bu butlay Xitoyniki boshqa bir suiqasdlar bilan odatdagi kichik davlatlarni qo'lga keltirib, 3 qism bilan davlatlarning qo'shilishi bilan ashta qilib Xitoy BDT'ga kirib, Tayvanni chiqarib etgan ahvollar bor ekan. Hozir endi Blinken Amerika bu ishni qaytadan o'tirib chiqyapti. Albatta bu ishni g'arbdagi demokratlarning hammasi qo'llaydi deb faraz qilinyapti. Oxirgi hech qanday bo'ladi deb noma'lum. Bu gap hamda ham o'tirib chiqdi. Bu haftadagi ikkinchi cho'ng xabar Amerikadagi Türk basketbolchisi Enes Kanter'niki ishi bo'ldi. Hozir bu kishi xili medialardami chiqishga boshladi. Bu haftada bo'lgan bir cho'ng ish shu nimedagi Amerikaniki Boston shahrida bu Kanter'niki basketbol atleti shu Boston shahriniki Celtics degan atleti shu yerda top o'ynagan vaqtda bir qism Uyg'urlar, Tibetliklar shu yerga kirib, Kanterni qo'llaydigan cho'ng lozinkalarni ko'tarib, bir paletlarni qilibdi. Buning ichida palet qilganlarning ichida Uyg'urlardan singlimiz Maysam Mutallibmi bor ekan. Uniki bir Sharq Turkiston bayrog'ini ko'tarib turib, lozinkaning keyinda turib tushgan rasmlarmi chiqibdi. Ben Twitter'da ko'rdim, bir xil hayvatlik odamlar hayajon solgan ko'rinishlar ko'p oqsanlar bo'ldi. U meniki Twitter'imda bor. Bu ko'rinishlarni Enes Kanter o'zi tarqatibdi Twitter'da. Odamni xushal qiladi. Shu Kanter'niki Uyg'urlarga bo'lgan qo'llashi yaqindagi qolgan Amerikadagi cho'lponlarni, har xil cho'lponlarni Uyg'urlarni qo'llashga chaqirishi shu munosabati bilan Amerika Uyg'ur jamiyatimi bir namoyish o'rlashtirmoqchi bo'libdi Washington DC'da. Uningga shu Enes Kanter kelib so'z qildi ekan, so'zlaydi ekan. Washingtondagi Uyg'urlar mushqa hozir qizg'in tayyorlik qilyapti. Ondan keyin bu hafta men ko'rgan yana bir odamni xushal qildigan bir ahvol Amerikadagi Texas shtatidagi bir bo'lgan bir basketbol musobaqasi Dallasniki Mavericks degan atleti bilan San Antonio'niki Spurs degan atleti ikkisi o'tirsida bo'lgan bir musobaqada ikki Uyg'ur Sharq Turkistonniki rangidagi ko'k maykani kiyib, ondan keyin Sharq Turkistonning bayrog'ini ko'tarib, eng oldidagi qurda o'tirib ikkisi bayrog'ini ko'tarib turgan bir ko'rinish bu Twitter'ga chiqdi. Bu odamni hayajonlantirdi. Amerikadagi Uyg'urlarniki bu jasoratiga, g'ayratiga ko'pdan ko'p rahmat. Endi
NBA'niki basketbol musobaqalariga men berib baqqan. Buniki birinchi quriniki men eng oxirgi qurinda o'ltirib ko'rgan bir qatim. Shu chog'dagi shu biletmi $70-80 degan vaqtda, necha yilning oldida. Birinchi quriniki bileti ancha arzon emas. Endi mushu qarindoshlar amaliyotda bu yerda Sharq Turkistondagi rangida ko'ylak mayka kiygan, do'ppi kiygan Uyg'urlardan 5 bor ekan. Eng oldin qurda bilet deb o'ltirib ko'rish iqtisodiy jihatdan ancha azon to'xtamaydi. Bu qarindoshlarniki g'ayratiga ko'pdan ko'p rahmat. Ondan keyin Sanam xabaringlarda bor, meniki Twitter hisobimda 12 mingdan ko'p agashkuchim bor. Bunun ichida hukumat xodimlari, andan muxbirlar degandek kishilar bor. Men har kunisi yangidan bir narsa chiqarib turman u yerga. Bo'lib agar vatan haqida video bir narsalar kelib qolsa, bunga tushuntirish yozib, hozir Uyg'urlarning beshiga kelgan fojia, irqiy qirg'inchilik mushlar haqida g'arblar ancha bilib ketmaydigan ba'zi tushuncha uchurlarni yozib turib, ularni chiqarman har kun uturliq. Vatandan kelgan undaq video bir narsa bo'lmay qolib qolsa, boshqa chiqargan Uyg'urlar haqidagi muhim mazmunlarni o'rtoqlashib qo'ymaymiz hamniki Twitter hisobida. Menga hozir agashayotganlar 12 mingdan ko'p, men agashganlardan 600 dan ko'proq kishilar bor endi. Ularni albatta men tanlab turib agashgan. Ashta bo'g'ashqa bu kishilarning ichida Uyg'urga oid narsalarni chiqargan odamlar oz emas endi. Shunga har kunisi men shular menga uchur kelgan, shular chiqargan mazmunlarga qarab boqaman. 2 kunning oldida tunugun men qarab naiti hayajonlandim. Nimishqa desanglar, men odatda 4-5 narsani o'rtoqlashatdim eng ko'p bo'lsa 1-2 degandek. Tunugun biroqlam intayin jiq narsalar kelib ketibdi menga. Naiti muhim xabarlar, hammasi Uyg'urlar to'g'riliq. Xuddi bu Twitter dunyosini Uyg'urlarning xabarlarini egallab ketgandek men bir ashta bir tuyg'u berdi, naiti hayajonlandim, xo'shallandim bu ish to'g'riliq. Sizlarga ashuniki ichidagi bir narsani deb beray, qanday mazmunlar ekanligini. Haligi kishilar o'z oldiga chiqargan shaxsiy uchurlarni demayman, faqatla cho'ng matbuotlarga chiqqan xabarlar. Uning ichidagi birisi Bloomberg Asia degan mediaga chiqqan xabar ekan. Bu xabar shu Anas Kantarniki Xitoyga qarata Twitterda nayti kuchli ishlarni qilayotganligi Xitoyni tanqid qilib shu to'g'riliq bir xabar. Yana birisi Avstraliyaniki xabar ekan. Uningda Xitoy shu Uyg'urlarni bostirish va shu Uyg'urlarni kishilarni ichki a'zo savdosi qilish orqali milliardlab pul kirim qilyotidi degan bir xabar. Bu Avstraliyaniki mediasiga chiqibdi. Andiki yana birisi iqtisod degan media jurnalniki xabariga Uyg'urlar to'g'riliq yaqinda yozilgan 2 kitob. Uning birisi Darren Baylarniki shu Xitoy qurgan jazo lagerlari haqidagi kitobi, andan keyin James Millwardniki bir tarixiy kitob. Yevropa, Osiyo Crossroads deganda mundaq yo'l degan gap, endi kesishadigan yo'li degan Xinjiangning tarixi degan bir kitobi. Mush 2 kitob to'g'riliq xabar chiqibdi. The Economist degan mediaga. Andan keyin ESPN bu Amerikaniki media shirkati, buningga yana shu Kantar haqida bir xabar chiqibdi. Bu nima xabar desanglar, Kantarniki Uyg'urlar haqida bergan bayonoti va hozir qilayotgan faoliyatlari tufaylidan Xitoy Bostonniki Celtics komandiri o'ynagan basketbol musobaqalarining hammasini Xitoyniki medialaridan cheklab o'tibdi. Mushu xabar ESPN.com degan mediaga chiqibdi. Andan keyin CNN yana bir video chiqadi. Bu video xil uzun. 7,5 minutlik chiqdi. Bu nima video desanglar, yaqinda shu Anas Kantar shu
Uyg'urlarga erkinlik, nima mecbur emgekler to'xtalsin degandek oyiqiga xatlar yozilgan oyoqlarni Twitterga chiqargan bu kishi. Mushu oyoqlarni loyilab qilib bergan odam bir Xitoy ekan, Shanxayda tug'ilgan 86-yili Shanxayda tug'ilgan bir odam ekan. CNN shu odam bilan suhbat o'tkazib 7 minutlik videoni tarqatdi. Bu video Twitterga chiqibdi. Bu bir ahvol. Ondan keyin yana bir xabar. Xabarlarda bor Angliyaniki bir parlament a'zosi bor. Nusrat G'ani degan xonim. Chiri Uyg'urlarga bek o'xshaydi. Yaqindagi Uyg'urlar to'g'riliq ko'p faoliyatlarni qilyotdi. Yaqinda bu yil tunji qatim NATO tinchlik va bexatarlik ishlarida muhim rol o'ynagan ayollar degan bir mukofotni ta'sis qilibdi ayollar uchun. Tinchlik va bexatarlik mukofoti deydi. Bu yil boshlanibdi bu mukofot. Shuningga nomzod qilib tanlangan kishilar ichida shu Nusrat G'ani xonimi bor ekandiq. Andan Amerikaniki 3-qo'l boshlig'i Nancy Pelosi bor buning ichida. Oxiridagi tanlashda Nusrat G'ani tanlanmay Nancy Pelosi tanlanibdi. Men Nancy Pelosi'niki mukofot olgan vaqtidagi qilgan nutqini tafsiliy tekshirib baqdim. Uyg'urlar to'g'riliq gapiribdimi deb, ammo gap yo'q ekan. Shunga Nancy Pelosi'niki bu mukofot elishi bilan Uyg'urlarniki bu xonimning Uyg'urlarga qilgan ishining ancha cho'ng munosabati yo'q o'xshaydi. Endi Nusrat G'ani xonimniki deyishcha, bu xonimniki aslida tanlanishidagi sabab Uyg'ur ayollariniki majburiy tug'mas qilib qo'yilish ishini to'xtatish haqida yapgan faoliyatlari tufaylidan tanlangan ekan bu xonim. Twitterga deb chiqaribdi. Ama bu xonim kandidat tanlangan ekan, lekin mukofot bu xonimga berilmabdi. Shu xabarmi Angliyaniki bir yerga chiqibdi endi. Shunga buni Twitterda tishqirqitga shu yerda ko'rdim. Ondan keyin bu hafta yana shu tarix o'ymonligidan chiqqan mumiya haqida bir necha cho'ng medialarga xabar chiqdi. Bu nima desanglar, endi bu tarix o'ymonligidan chiqqan mumiyalarga 4000 yildan uzoq vaqt bo'lgan jasadlar bu. Bu maqolada deyilishicha shu mumiyalarniki DNA'sini tekshirib yaqinda. Uni tekshirib analiz qilib, ularniki genlerini tunji qatim aniqlab chiqibdi. Ularning analizi bu kishilarniki yangi kelganlarga tava emas, balki qadimgi muz davridagi Osiyo nufusidan kelgan yerlik qavmga tava ekanligini o'tirib qo'yibdi. O tekshirgan kishilar. Ya'ni bu mumiyalar qandaqdir yangidan kelib qolgan odamlar emas ekan, bu Osiyo nufusida muz davridan tortib yashagan kishilarniki jasad ekan. Shu bir narsa chiqdi. Bu xil cho'ng xabar bo'lib, necha cho'ng medialarga chiqib ketdi bu xabar. Endi yana yangi bir Xitoyniki xabarlar haqida qisqacha to'xtalman. Shu 11-oyniki 8 kuni Xitoyda 19-navbatlik Xitoy Kompartiya qurultayiniki 6-umumiy yig'ini o'tkazildi. Buningga Xitoy hozir jiddiy tayyorlik qilyapti. Endi mushu yig'in bilan hozir bu yig'inda bularni qilmoqchi bo'lgan bir ishi 3-qatimliq tarixiy qaror ilindi ekan. Bu qanday narsa desanglar, ehtimol nimada Xitoyda tarix o'qib baqqan, Xitoyda o'qiyotgan vaqtlarda tarix o'qib baqqan bo'lsanglar, burun ilingan qarorlar bor. Buniki birinchisi 1945-yili ilingan bir qancha tarixiy masalalar ustida qaror degan bir qaror. Bu chog'da Mao Zedongning yetakchiligida ilingan qaror. Ikkinchi qatimligi 1981-yili 11-navbatlik 6-umumiy yig'inda ilingan davlat qurilgandan keyingi bir qancha tarixiy masalalar ustida qaror degan bir qaror. Bu ikkinchi qarorda Mao Zedongniki to'pisi va yetersizliklar haqida bir qism qarorlarni olgan. Buningga yetakchilik qilgan kishi Deng Xiaoping aslida. Bu qatimkisi
Üçüncü karar, мұшында чоң әхметке üçüncü karar buludu. Bunun da endi Xi Jinping intayın şərməndə işlərini qıvatıdı. Nimiş qınaq da esləndi sanla? Hazır Xitay müşü vaqtda 3-cü qıtımlıq ilinqan qarar haqida bir təfsili dokladni yazıb ilan qıb boldu. Bu dokladda Mao Zedong 4 qıtım tilgə ilinibdi. Xi Jinping 3 qıtım tilgə ilinibdi. Lekin Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao degan bu burunqi 3 rəhbərlərin ismi bir qıtımı tilgə ilinibdi. Bu yerdeki en çok şərməndiçilik nima desa, bu burunqi töhfikarlarni tilgə almasak bu birisi. Bulup mu Xitayninki hazırda küçüyüşüdə mühim rol oynayan kişi Deng Xiaoping aslında. İşini açıb etiş, bazar erkinliği degендek narsalarni yo'l qo'ygan kişi Deng Xiaoping'di. Mush kishini tilgə almaptı. Hazır endi Xi Jinping o'zininki tarixiy o'rnini muqimlashtirman. Mening o'rnim Mao Zedong bilan o'xshash degan bir narsa uchun kuchayotir bu odam. Shunga bu qitimqi kelar oyda ochilgan yig'inda bo'ladigan cho'ng ishlarniki birisi shu. Endi ehtimol islomni anlagansizlar Xi Jinping hozir chet elga chiqib boqmag'ili 600 kun bo'ldi. 1 yil 9 oy. Bu davlat rahbarlari ichida ancha ko'rilmaydigan ahvolkan. Endi nima qilmoqdaq bo'ladi degan ustida kishilar har qism tahlillarni yurgizyotdi. Uniki birisi deydi Xi Jinping virusdan qo'rqib chiqmayotdi deydi. Endi u bizga mansa orqali o'tirgan gap, xalqlarga kurashadigan gap. Birinchisi shu virusdan qo'rqish deydi. Yana birisi Xitoyda siyosiy o'zgarish bo'lib qolishdan qo'rqadi deydi. Ayni vaqtda Sovet ittifoqiniki Xrushchev davrida Xrushchev bir yerga ta'til qilib ketsa, siyosiy o'zgarish bo'lib huquqidan qolgan ishlar bor ekan. Shunga mushu tarix tahlillanib qolmasin deb bunda qo'rqyotdi degan farazlarmi bor. Ondan keyin mushu oyda ochiladigan 6-cı navbatlik umumiy yig'inga o'zining o'rnini tiklash uchun hech nimaga bormay yelimikrlarni ishiltib, shu o'zining o'rnini tiklamasi bo'lmayotdi degan farazlarmi bor. Shunga qisqasi Xi Jinping chet elga chiqib boqmag'ili 600 kun bo'libdi hozir. Mushapdan chiqqan yana bir xabar Amerikada Shi Ruixue degan bir Xitoy ayol tutilib so'qtatildi. Bu ayol qanday ayol ekan desanglar, bu ayol Xitoylarniki mablag' selish kategoriyasi bo'yicha Amerikaga keladigan ishlarni qilgan ayol ekan. Jami 140 million dollardek pulni yeb ketgan ekan. Xitoyning puli endi bu. Xitoylarni shu Amerikaga ko'chman bo'lish shakli bilan ekilman deb bir shirkat qurib shu ishlarni qilib, ammo bu pulni yeb ketib, ashta qilib tutilgan bir ayol ekan. Agar bu qatam endi sudda bir ehtimollik bu ayolni 20 yil kesib o'tishi mumkin deydi. Bu ayolga hozir 2 million 200 ming dollar jarimani qo'yibdi. Munosabat bilan deb qo'yadigan yana bir ish, Trumpning davrida Amerikaga mablag' silish yo'li bilan kelishniki o'lchimini 1 million dollarga chiqib etgan. Asosli maqsad Xitoyni to'sish uchun. Burun 500 ming dollardi, Trump uni 1 millionga o'stirib etgan. Xitoylarning ko'p ketishini to'sish uchun. Bu yangi hukumat buni yana 500 ming dollarga tushirib qo'yibdi. Shunga Uyg'urlardan agar Amerikaga mablag' silish yo'li bilan ko'chman bo'lib kelaman desanglar, hozir 500 ming dollar bilan kelgan bo'ldi ekan. Yaqinda yana ko'proq chiqayotgan bir xabar, hozir Xitoyniki cho'ng shaharlarda ko'p cho'ng shaharlarda nayta qattiq portlashlar bo'lyotdi. Bu portlashlarniki sababi haqida har xil farazlarmi bor. Buni qasddan qilyotdi. Xi Jinpingga qarshi kuchlar Xitoyda qalamqonchilik paydo qilish uchun quvvatli ishlarni davatidi. Hozircha sababini aniq bilib bo'lmaydi. Lekin portlashlar nayta ko'p. Ashta bo'g'ashqa Xi Jinping shu portlash bo'lgan yerlarga qaytib bormay ekan hozir. Uniki ancha-muncha bordigan yerlar bor Xitoyniki ichida. Lekin bu yerlarning hammasi nayta tinch hech qanday ish bo'lmagan yerlarga bordi ekan. Portlash bo'lgan yerlarga bora olmay ekan. Bu hafta chiqqan yana bir xabar, Hindiston 5000 kilometr
5000 kilometr aralıkçı baralaydigan boshqariladigan bombani sinab qilganligi xabari o'tirib chiqdi. Endi odatda davlatlar bunday xabarlarni e'lon qilgan vaqtida o'ziniki haqiqiy qobiliyatini biroz yushirdi ekan. Hatta bu boshqa hozir analizchilar deydi, amaliyotda Hindistonniki bu boshqariladigan bombasi 8000 kilometr aralıqqa baralaydi. Shunday bo'lganda Hindistonniki bombasi Xitoy davlati ichidagi har qanday yerga baralaydi deydi. Şuna bu bir çoğun xabar oldu. Yakında bazı qarindoshlar bana bir video etken, bu qanday video desanlar, bizim vatanga ko'mitish uchun borgan cho'ng mashinalar, 18 chaqliq mashinalar deb qo'ydi Amerikada. Cho'ng mashinalar. Bu mashinalar uchrat bo'lib hozir ba'zi yerlardagi uchratniki uzunligi 6 kilometr ekan. 6 kilometr videoda qarasanglar bu mashinalar hech qanday qo'zg'almagan. Şu şoförlarniki narazılığı, avazları var bunun içinde. Lekin bazılardan deyişçe, hazır bizimki vatandan işkirge toşuyotgan kömürünün bahası yakında 7, 8, 9, 10 nesli ösüp ketipti. Bu deganlik nima desanlar, burun $100 köme hazır $1000 çıktı degan gap. Aşınaq bo'lib ketipti. Aşınaq bo'lgandami, buni elish pek taskan, şuna bu mashina aşınaq ücret bo'lib ketipti. Ben bunu Twitter'a çıkarıp koygandım. Bizim Şarkı Türkistan'daki tabii baylığının Uygurlarga hiç qanday menfaat yok. Burundan tatip bazı çağlarda anç-minç bo'lib qoldi degandimi, o 1%'mi köp az açtaqdı. Hazır hospitallar to'xtab ketdi bu ishlar. Ma bu Xitoyniki ko'mirni ishkirga to'shiyotgan bir ko'rinishi deb chiqarib qo'ygan. Bugun qarab baksam uni 4700 dan ko'proq odam ko'ribdi. Onun için yan bir narsa masalaga o'tgan haftada BDT'da 43 davlatniki Xitoyniki Uyg'urlar qaratgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishi haqida bir bayonot e'lon qilganligini degandim. Bunun tunji bo'lib tunji qatim Turkiya qatnashganligini. Yaqinda men o'zimniki bir yaqin tunishidan ilgilagan uchurga qaragan chog'da Turkiyaniki bundaq pozitsiya o'zgartib qilishniki sababi bor ekan. Bu qanday sabab ekan desanlar, bu ishlar Türkiye kurmakçı olan İstanbul kanalı. Yani İstanbul'da bir kanal var, hazır deniz kanalı. Türkiye yeni bir kanal kurmakçı bulup bir kısım bu cihetlerde tekşiriş planlaşlarını yapmagan. Bununla Xitay'dan 3 çoğun şirket bu kanalın işini özümüzün üstüge alımız deyip oturup çıkan burun. Yakında hazır Xitay'nınki iqtisadi ahvalınınki naçarlaşış bilen Xitay bu işten vazgeçmeye başladı. İstanbul kanalını yasaş türünden vazgeçmeye başladı. Bu kanalga aslında 9 milyardan 15 milyar dolargacha pul ketdi ekandik. Hatta bu başqa bununla Türkiye narazı olup hazır hem de Uygur meselesinde Uygurlarını kollaydigan meydana ötkenlik xabarini anladım ben. Medialarni tekshirib baktım. Yaqinda bu şahta xabar bormi deb tekshirsam bu to'g'ri xabar yo'qkan. Ehtimol bundan chiqib qolishi mumkin. Mening olg'a uchurim shu shanslar deb qo'yim keldi. Endi ben o'zimniki xizmati to'g'riliq azroq gapirib beray. Men yaqinda yana ikki cho'ng turga kirdim. Buni anlasanlar biraz hayran qilishinglar mumkin, qanday bo'lib bir odam bu turlarga kira oladi deb. Bizning idorani madrasa tashkiloti deb ataydi. Matrix Organization. Bu qanday tashkilot desanglar, bizni boshqaradigan bir ma'muriy o'rin bor. Ma'muriy o'rin, ma'muriy boshliq bor. Lekin biz proyektlarni qilgan vaqtimizda bu ma'muriy organ bo'yicha qilmaymiz buni. Mundaq bir ishni qilamiz desak, deganda kelamkin, o bizniki ma'muriy organlar kishilarniki kasbiy alayligi bo'yicha qurilgan bu. Aşağı bu başqa, mesela biz bir yeniden teleskop yasayımız deb bir NASA bir türünü oturup koysa, bu türünü kıldığan, bu türlü mesul olan başlık, bu türünü kıldığı adamlarını o yerden bu yerden ekirdi. Mesela mekanika injinerlerine ekirdi, yumuşak detal injinerlerine ekirdi, ısıqlık kurulmasını ekirdi, mekanik kurulma, andakin elektr, optika degandek. O'xshamagan sohadagi kasb ahlilarini akilib bir yangidan guruh qurib, shu guruhga bu turni yapmangdi. Hatta bu boshqa bir odamlarniki bir qancha turga kirib ketish ehtimolligi
hali kuchlik. Ondan keyin odamniki qilaolgan ishi texnikalik iqtidori qancha ko'p bo'lgan sari shuncha ko'p turga kirib ketish ehtimolligi bor endi. Ashta bo'lg'achqa hozir men kirgan tur hozir 4 ga bordi. Shu bir hafta ichidan keyin 2 yangi turga kirdim. Birisi to'g'rilik bir azroq gapib beray, yana birisi to'g'rilik kelar qatim gapib beraman. Bu qatimqi kirgan tur bumi bir teleskop yasaydigan ish. Lekin bu teleskop men sizlarga o'tgan qatim deb bergan teleskop bilan ancha o'xshamaydi. O'tgan qatim men sizlarga kunni tekshiradigan teleskopniki ishini deb bergan. O kunni tekshiradigan teleskop niki to'lqin uzunligi nihoyatda qisqa. Masalan 10 nanometr, 20 nanometr, 30 nanometr degandek. Nimishqa desanglar, kunning yuzida intayin ko'p hadislar bor. Nihoyat kichik hadislar. Bu kunni tekshiradigan teleskop shu hadislarni ko'ra oladigan bo'lishi kerak. Shu hadislarni tekshira oladigan bo'lishi kerak. Ashta boshqa to'lqin uzunligi intayin qisqa, 10, 20, 30 nanometr bo'yicha ishlaydi. Endi muvaqqatimki men kirgan turda yasamoqchi bo'lgan teleskop Maş kainatda, yer şarı yakın rayonda uçup yürüyen taşlarını küzdüdüğün teleskop. Bu doğruluk burun ben yeni haberlerden açmışça anlatıp doğan, bulup yeni taşlar bayqalğan vaxtıda. Hazır şu yer şarınınki orbitisi etrafıda aylanıp yürüdüğün kainat uçar taşlardan 4700 etrafıda bakın. 4700 atrapida borkan, bularning ichida NASA va boshqa davlatlar hozirga qadar bayqab bo'lgan tashlarning soni aran 20-30% ekan. 4700 tashlarning ichida. Shunday bo'lganda 20-30% degan gap 1000dan ko'proq degan gap. Qolganlar teqchi bayqalmabdi. Bu 4700 tashlarniki cho'nligi 100 metr yoki undan cho'ng. 100 metr yoki undan cho'ng ekan. Endi ashta bo'g'ashqa bu qolgan tashlar zodi nerda, ular nerga uchib o'tadi buni tepib chiqish intayin muhim. Asosli sabab agar u tashlardan birasi uchib kelib yer sharini urib olsa, yer shariga intayin cho'ng baloy apatib ketadi. Bundan 60 million yillar ilgari yer sharini ashta bir asteroid teshib suqib bütün yer shariga o't ketib, shu chaqda dinosaur qatorliq bir nurg'un hayvonlarning hammasi tugab ketgan. Keyin yer sharini qaytadan tirilib, hozirgi holatga kelgan. Ashta bo'g'ashqa agar bu tashlarniki nerligini bilib turmasak, yer sharini urutib qolsa, nihoyat cho'ng balo qazo bo'ladi. Endi buni kuzatadigan yer yuzidagi nurg'un teleskoplar bor. Bu yer yuzidagi teleskoplarniki bir masalasi nima desanglar, bu uni kuzatgan vaqtida bu kiradigan nurlar atmosferadan o'tmasa olmaydi. Yer sharini 80 kilometr qalinlikdagi atmosfera qoplab turdi. Bu atmosfera nurniki bir cho'ng dushmani. Nur atmosferadan o'tgan vaqtida uniki hayotini o'zgartirib o'tadi. Ashta bo'g'ashqa hozirgi yangi yuzinishlarniki birisi teleskopni olam bo'shligiga chiqib qo'yish. Ma türümü şuna türlerden birisi ameliyatda hazır mı? Alan boşluğunda şu taşlarını tekşiriş işleyotgan teleskoplar var. Maqatim qilmoqchi bo'lgani uniki bir yeniroq issiqlik nemisi iqtidor jihatdan yuqoriroq bir teleskop. Bu teleskopniki 2 kanali var. Buniki birisi 4dan 5 mikrometrgacha bo'lgan to'lqin uzunligida ishlaydi. Yana birisi 6 mikrometrdan 10 mikrometrgacha bo'lgan to'lqin uzunligida ishlaydi. Mikrometr degan nima desanglar, odamning chechiniki tomligi eng kichigi 5 mikrometr, eng cho'nglari 180 mikrometr keladi. Shunga yana deyotganim shu 4-5 mikrometr yoki 6 mikrometrdan 10 mikrometrgacha degan gap. Nanometr bo'lsa 1 mikrometr 1000 nanometr bo'ladi. Shunga u texnik kichik. Shundoq. Shunga bu teleskopniki nimasi asosliq aynigining cho'ngligi pek cho'ng emas, 50 cm ekan. Menda bir rasm bor, deyman, ko'rsatib qo'yish shuni sizlarga bir 50 cm.
teleskopning ko'rinishi mushtarak bo'ladi. Men shu ishga kirdim. Ondan keyin yana bir ismi bor, uni kelar qatam deb birmi. Ishqi kainat jihatda mana ishlar bo'lyotdi. Sizlarga shuni bir deb qo'ymoqchi. Ondan keyin sizlarga deb qo'ydigan yana bir xabar, men sizlarga shu Uyg'ur axborot markazidan markaz uchun ishlayotgan qarindoshlarimiz tayyorlagan 6 jadvalning gapini qilib keldim. Buning ichidagi bir jadval bizim vatandagi bolalar lagerining tizimligi. Buningda 430 lager bor. Ondan keyin doktorxonalarning tizimligi. Uningda 470 doktorxona bor. Ondan keyin bizning vatandagi 4 viloyatning ichiga joylashgan majburiy emgak zavodlarining tizimligi. Uningda 3251 zavod bor. Bu 4 viloyat: Xotan, Qashqar, Aqsu, Korla. Şu 6 jadval bor. Bu jadvallar aslida Xitoycha tayyorlangan, inglizchani bak bilib ketmaydigan qarindoshlar tarafidan. Yaqinda buni inglizcha tarjima qilamiz deb, hozir hamma tarjima qilib tor betiga chiqarib bo'ldik. Ondan keyin buni mendan so'rab kelayotgan bir necha xalqaro organlar bor. Ularga ma'ndirib bo'ldim. Mush ishda ishga yordamlashgan qarindoshlarning ko'pinchisi buni shu birma-bir qo'rma-qo'r tarjima qildi bevosita o'zlari. G'olib Mehmet ismli bir qarindoshimiz bo'lsa, bir yumshoq detal programmasi yozib, shu program orqali tarjima qildi buni. Ashta qilib 2 kundan keyin necha to'rtta jadvalni tarjima qilyapti. Biz bu jadvallarning hammasini chiqarib qo'ydik. Birinchi nusxasi, ikkinchi nusxasi deb. İçide azroq farq bor. Masalan, ba'zilariga men ismlarni uyg'urcha atilish bo'yicha e'lon degan shu bo'yicha elindi. Yana inimiz qolgan nusxasida bo'lsa, buni inglizcha tildagi dunyo olib kelayotgan Xitoyning Pekiniga yaqin kelgan ism bo'yicha. Ashta oldi 2 nusxasini chiqarib qo'ydik. Shundaqda 3 ta nusxasi bor. Ko'pincha jadvallarniki paylanganlarimiz tam paylansin deb. Bu ish bitdi. Anda meniki mayada ishni tilab qo'yishimniki bir sabab shu inimizniki, G'olib Mehmet inimizniki bayqishcha Xotandagi zavodlarning soni 643 ekandik. Buning ichidagi 38 zavod chash buyumlarini ishlab chiqaradi ekan. Ya'ni shu barliq zavodlarniki 6% ni egallaydi ekan bu. Xabarlarda bor. Bu chash odamlar so'g'at qilgan yoki odamlar deymiz iyoni qilgan chash emas bu. Asosan lager turmalardagi Uyg'urlarning chechi majburiy elingan chashlar. Shundaq zavoddan 38 balki 6% zavod mushishni qilgan zavod ekan. Shunga men bu xabarni Twitterga chiqarib qo'ydim. İngilizce yozib, buningga bir qism kishilarni aytib qiziqyapti hozir. Endi bugun men yana bir muhim ish ustida ozroq to'xtalmoqchi. Biz hammamiz hozir aytib bir alayda davrda, alayda holatda yashayapmiz. Bo'libmi vatandagi xalqimizning beshiga kelgan zulm qanaqa oxirlashtirib bo'ladi. Vatanni qanaqa ozodlikqa chiqarib bo'ladi degan masalasida davomli o'ylayapmiz. Men bu masala to'g'riliq ko'p izlanib kelyapman. Bo'libmi dunyoda nima uchun ba'zi millatlar Allohning yordamiga erishib o'zlarining ishini hal qila oladi, ba'zi millatlar unday emas. Zodi Allohniki yordamiga erishishniki biror qonuniyati bormi degan masala ustida uzun mezgildan buyon izlanib kelyapman, uni maqola qilib yozdim. Endi meniki hozir qadar bayqagan ishlarim Alloh o'zi tanlagan insonlarga o'zi tanlagan vaqtda yordam qiladi ekan. Endi buni qanday qilib qo'lga keltirish masalasida bir qism misollar bor. Masalan, meniki bir maqolam bor. Buyurilgan yordam va tirishchanlik Badr urushidan o'ylanganlarim degan bir maqola.
Bu maqolada men ikki qitimliq payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomniki davrida yuz bergan ikki qitimliq urushning ahvolini misolga keltirib tushundirdim. Uning birisi Badr urushi, yana birisi Uhud urushi. Badr urushida 300dak musulmonlar mingdan ortiq Quraysh askarlari bilan so'qishib g'alaba qildi. Gerçi musulmonlarniki qurollari bek ojiz, odami ko'p oz, ashtaq bo'lsa-mu, buni da g'alaba qildi. Allah yordam qildi bu urushda. Lekin Uhud urushida musulmonlar bilan dushmanlarniki askeri kuchi jihatda solishtirma cho'ng emas. Lekin musulmonlar mag'lub bo'lib, Muhammad alayhissalom qattiq yordamlanib, uniki o'ng inkil sol inkishkis yordamlanib asir tushib qoldi. Ashta bir urush bo'lgan. Mush ikki urushni solishtirish orqali nima uchun Alloh Badr urushida yordam qildi, Uhud urushida yordam qilmadi degan savolniki javobini topganman. Undan boshqa maslagina Germaniya, Yaponiya va Isroiliyaniki ahvollarini mujib so'zlab berdim. Bu ikki davlat ikkinchi dunyo urushida butunlay vayron bo'lgan. Lekin hozir bular runaq tepib, qaytadan taraqqiy qilib, dunyodagi eng kuchli davlatlarniki qatorida yashayotdi. Ularda islom yo'q. Ular musulmon emas. Ammo bular qandaqdir Allohniki buyurgan yordamiga erishdi deb o'ylayman men. Shunga bu yaqinda mush ishlar to'g'riliq men yeni o'ylandim qayta. Buningga sababchi bo'lgan bir narsa bor. Uni desanglar men yaqinda bir armeniyalik bilan paranlashib qoldim. Bu armeniyalikniki bovisi, cho'ng dadasi tasqab ekan o'lib ketgili 1915-yillari. Osmanlı imperiyasi Armeniyaga borgan vaqtida. Uniki tuqqanlari, cho'ng dadasi qatorliq tuqqanlari aslida Armeniyadan qochmoqchi bo'lib, qolganlar qochib ekan. Hammasi yo'lda o'libdi. Uniki cho'ng dadasi qochmay qolib saqlab ekan. Shunga bu 3-avlod ekan shuniki, shunga o'zini hikoyalarini deb berdi. 1915-yildan burun Armeniyaliklarning nüfusi 1,5 milyondan 2 milyon 400 minggacha shu orliqda ekan. Aniq son yo'q ekan, mushtarak orliqda ekan. Ammo 1915-yildan 16-yilgacha 2 yildan ichida bulardan 600 mingdan 1,5 milyongachalikdak odamlar qirilib ketgan ekan. Demak, yerim odamlar qirilib ketgan ekan bularning. Endi mushniki psixologiya jihatdagi ta'siri hozirmi bor ekan? Armeniyaliklar jamoat ichida Amerikadagilarning ichida shu ma'balami uni deb berdi mana bir qism ahvollarni. Shu 24-oktyabr kuni Uyg'ur axborot markazida bir video chiqadi. Buningda Estoniyaning qanday qilib Naqshi inqilobi bilan mustaqil bo'lganligi haqidagi maqola. Uni aslida men yozgan burun. Shuni video qilib ishlab o'qitib chiqadi. Ba'zan qarindoshlar buni xato tushunib qolibdi. Uyg'urlar Naqshi inqilob qilib mustaqil bo'lolmaymiz deb. Bu videoni chiqarish yoki bu maqolani yozishga maqsad Uyg'urlarni Naqshi inqilob qilsin degan gap emas. Asosligi bu bir kichik millat, 1 milliondak nüfusi bor. Bularni ruslar 100 yildak besib olib 25%dak aholisini o'tirib o'tgan bularning. Ammo keyin mushtaq bular qattiq tirishib endi mustaqil bo'lgan bu davlat. Endi yuqorqidek mustaqil bo'lgan, gullangan va qudrat topgan millatlarniki olayligini tekshirib baqsaq, andan keyin Muhammad alayhissalom Allohniki yordamiga erishgan Badr urushidagi ahvol bilan dushmanga utirib qo'ygan Uhud urushidagi ahvollarni tekshirib xulosalab baqsaq, bundaq bir ahvolni bayqaymiz. Allohniki yordamiga erishadiganlar asosan bir yuksak nishonga yetish uchun uyul tashdek ittifoqlashib, qattiq iroda bog'lab, o'zining borlig'ini atab, Alloh bergan hamma narsani ishga solib qattiq tirishish. Mushtaq qilib oxirida bular Allohning yordamiga erishib g'alaba qilgan. Mushtaq ahvollarni bayqaymiz.
Men bu yerda texi ko'rib baxmagan qarindoshlarga mana bu 24 oktyabrdagi videoni bir ko'rib baxinglar men tavsiya qilaman. Bu video Uyg'ur Rahbat Markazining YouTube kanalida bor. Uni men o'zimning kanalimga chiqarib qo'ygan, har qatim shunday qilaman. Lekin bu videoda bir qism ko'rinishlar bor ekan, ko'p jasadlarni ko'madigan ko'rinish bor ekan. Shu sababdan men chiqarib qo'ygan videoga cheklim qo'yib qo'ydi bular. 18 yoshdan yuqori kishilar ko'si bo'ladi, undan kichiklar ko'si bo'lmaydi deb. Shu sababdan bu O'rta Osiyoda ichilmagan o'xshaydi. Mana bir videoniki ko'rilish qatim soni ancha yuqori bo'lmadi meniki YouTube kanalimda. Uyg'ur Rahbat Markaziniki yaxshiroq bo'ldi. Shunga imkon bor Uyg'ur Rahbat Markazinikini ko'rsanglar bo'ladi. Andan keyin meniki buyurilgan yordam va tirishchilik degan maqolam nima YouTube videosi shaklida qilib uni chiqarib qo'ygan. Singlimiz Farzad o'qigan uni. Farzad singlimizniki YouTube kanalida bor, menikida bor. Buni bir anlab beqinglar. Hozirgidek bugungidek kunda bu narsalarni bilish intayin muhim. Biz hammamiz hozir o'zimizniki bundakinki umrini qanday o'tkazsak bo'ladi. Men millat uchun nima ish qilib beralayman deb o'ylayapmiz. Shunday bo'lg'achqa mana ikki narsalarni anglab baxsanglar, nayt ko'p foydasi bor. Xudoyim har bir insonni ma'lum maqsadlar uchun yaratgan. Shunga o'xshamagan insonga Alloh o'xshamagan darajadagi aql, o'xshamagan darajadagi iqtidor, qobiliyat va talantlarni bergan. Shunday bo'lg'achqa har bir odam uchun zotda Alloh menga bergan narsalar nima deb o'zidagi aql, iqtidor, qobiliyat, talant mush narsalarni to'liq bayqab chiqish intayin muhim. Biz o'zimizni to'liq tushungan chaqda ondan keyin biz qaysi ishlarni qilsak bo'ladi. Men qaysi ishlarni qilsam o'zimdagi aql, talant, iqtidor mush narsalarni to'liq ish qila olayman degan narsani bila olamiz. Agar o'zimizni to'liq tushunmasak, uni qila olmaymiz. Oshani qila olmaymiz. Agarda siz o'zingizni to'liq bayqab, o'zingizdagi aql, talant, iqtidor mush narsalarni to'liq ish qilib tirishsangiz, siz bir kishi tirishsangiz, Alloh sizga siz biroz tirishsangiz, Alloh sizga nechasini natija beradi. Buniki misollar intayin ko'p. Albatta men degan musulmonlarniki Badr urushidagi ahvoli ko'rib baxsanglar bo'ladi. Andiki men degan 3 millat, German, Yapon, İsrailiya. 3 davlat. Bularning ahvollari bunga tushadi. Endi mushuni qo'shib deb qo'yadigan yana bir narsa, agar siz faqat diniy ibodat bilan shaklanib, yuqoridagidek tariqada tirishmasangiz, Alloh bu dunyoda sizga asosan yordam qilishini atayin. Buni biz hozir musulmonlar davlatlar bilan g'arbningki taraqqiyot davlatlarini silishtirish orqali nayt osonlan bilalaymiz. Mushtashdan bu vatqanligini. G'arb ellerdagi taraqqiyot Allah da islom yo'q. Musulmonlar yo'q. Ammo ular musulmonlarning oldida menga taraqqiyot. Uyg'urlarmi mushtaq kategoriyaga kiramiz. Dunyoda o'zimniki kuzatishcha Uyg'urlardek oq ko'ngil, kuyimchan, mehribon millat ancha ko'p emas. Ammo bizning ko'rayotgan kunimiz hammamiz bilamiz. Musha kelgan chaqda sizlarga men bir hikoyani deb beray. Bu vatanda bo'lgan ish. Bir odam diha o'xshaydi qargan chaqda. Arqa o'lisidagi boqqa yangidan ko'chatlar tikib, nihoyat bir mevilik bog' yasayman deb o'ylab, bir imomning qishig'iga kelib so'raydi ekan. Men mushtaq bir ko'chatlarni tikib bog' yasamoqchi edim. Bo'lsa men qaysi oyatni o'qisam bu ko'chatlar ashtaq yaxshi meva berdi, shuni deb bergan bo'lsangiz deb imomdan so'rar ekan. So'rsa bu imom akishiniki ko'ziga qarab ketib, agar sen o'zing tirishmasang, ajr qilmasang, har bir ko'chatniki osti yiltizga birdan Qur'onni ko'mib qo'ysangmi, baribir
u mi bermeydi deptiki. Bu bir oddiy hikoya, lekin buniki intayin chunqur ma'nosi bor. Shunga chet eldagi Uyg'urlarning hammasi bu yoqda o'ylanib beqish kerak. Endi chet eldagi Uyg'urlarning ichida har xil kategoriyadagi kishilar bor. Buni hammamiz ko'p turyapmiz. Men chet elda Uyg'urlar to'plashib yashayotgan joylarning ko'pinchisiga berib keldim. Qarindoshlarga ko'rishib, O'rta Osiyoga tashlab berib boqmadim. Qog'ayalarga berib hammasini ko'rishib keldim. Meniki o'zimniki his qilishcha chet eldagi Uyg'urlar ichidagi eng cho'ng guruhga ulug'vor ishlarni qilayotgan, ulug'vor ishlarni qilishga tirishayotgan yoki ulug'vor ishlarni qilishni orzu qiladigan kishilar. Ko'pincha shunday. Ulug'vor ishlarning hammasida mas'uliyat, mukofot, jazo bo'ladi. Ulug'vor ishlarning ichida hamma shunday bo'ladi. Endi fidoyi bo'lib ish qilganda fidoyilarniki mas'uliyat tuyg'usi intayin kuchli bo'ladi. Ularga mukofotni Alloh beradi. Ularga boshqadan kelgan mukofot yoki kirim bu narsalar yo'q ko'pincha ahvolda. Hozir Uyg'ur Project fondi bir qism ishlarni qilyapmiz. Uyg'ur Project fondida rasmiy vazifa olgan kishidan 6 odam bor. 6 odamlarniki hammasiniki xizmati bor, butun kun xizmati bor. Ularniki 5i doktorlik unvoni bor kishilar, Amerikada yaxshi o'rinda xizmat qiladigan. Endi uning sirtida turib yordam qilayotgan yana ko'plagan qarindoshlarimiz bor. Nomsiz, hech kimga bilinmay ish qiladigan. Bizniki hozir qilayotgan ishlarimizni bilasizlar. Biz oyda bir jurnal chiqaryapmiz. Ondan keyin Uyg'ur axborot markaziniki videosi bor. Har haftada 3 video chiqaryapmiz. Undan boshqa Abdulla Ayipimiz tayyorlagan bolalarning ilmiy kitoblari bor bir qancha. Uningki tayyorliqlarni qilyapti hozir. Uningga rasm chizilgan, nusxat yozilgan ishlarni qilayotgan qarindoshlar bor. Ularniki bir qism chiqimlarini biz chiqarib beryapmiz. Ondan keyin Abdullayimiz yozgan Mahbus ruhlar degan kitobniki Uyg'urchasi va turkchasi nashrdan chiqib bo'ldi. Ma turkchisini nereden setib olish haqida men kelar qatorliq videoda deyman. Hozir shuni nashriyatdan elib boshqa yetkash ishlar bo'lyapti hozir. O'sha olib bo'lganchada men buni deyman. Nayta arzon bahoda setilyapti bu kitoblarni chiqarishga maqsad pul tepish emas. Asosan hozirgi navbatdagi Uyg'ur manfaati uchun xizmat qildirish bu ishlarni. İşte bu boshqa nayta arzon baho demak. Bu vaqtda neklar hafta gap qilaman. İngilizcesi pat yaqinda nashr qilindi. Hozir buniki tayyorlik ishlari xil bir yerga bordi. Bularniki iqtisodiy chiqimlarni Uyg'ur Project fondi chiqarib beryapmiz. Ondan keyin sizlarga o'tgan gapini qilgan kalnur.com degan tor beti Uyg'ur o'g'il qizlarniki bir-biriga loyiq tepishi uchun foydalangan tor beti. Buni bir guruh qarindoshlarimiz intayin qattiq tirishib qilyapti. Aslida 9-oyda e'lon qilmoqchi bo'lgan, lekin sal suzilib ketdi. Bundaq tor odat tor qayta o'xshamaydi ekan. Uningki oxirida nurg'un program yozmasi bo'lmay ekan, sinoqmasi bo'lmay ekan, işte boshqa sal qo'llayib ketdi. Bo'libmi bundaq torniki bexatarligi nihoyatda yuqori darajada kuchli bo'lmaydigan bo'lganligi uchun shunga bo'lma bir gapning ichida chiqib tushdi. Buniki iqtisodiy chiqimini biz ko'tardik. Hozir Uyg'ur Project fondining 3 tor beti bor. Uyg'ur Project fondiniki birisi Uyg'ur axborot markaziniki, ondan keyin tilim.org degan tor betlari, bir YouTube kanali bor. Ondan keyin Facebook hisobi, Twitter hisobi, Instagram hisoblari bor. Buningga har qatimliq videolarni chiqarib turyapti bizning qarindoshlarimiz. Ondan keyin haftada 3 video chiqaryapmiz. Mana bu har haftada chiqadigan bir qatimliq xabar videosini inglizcami chiqarishni qaror qilib, men o'tgan qatimliq videoda bunun Uyg'urchani inglizcha tarjima qilib turadigan 4 odam va diktor bo'lib turadigan inglizcha diktor bo'lib turadigan 4 odam lozim deb bir chaqiriq qilgandim. Hozirga qadar 4 kishi o'zini ma'lum qilib bo'ldi, tarjimonlar ma'lum qilib ish qilib bo'ldi.
Biz yaqin xabarlarni futurliq biz inglizcha tarjima qilib, uni tor bitimizga chiqarib qo'ydik. Diktordan 2 qadam chiqdi. Xudoyim bo'lsa, yeni chiqdi. Daha videoni ko'rib bo'lmaganlar bor. Shunga sira vaqt ketdi deb o'ylayman. İngilizce video xabarini tek chiqarib bo'lmadik. Sababi nima desanglar, yaqinda kelgan xabar intayin oz. Vatanda kelgan xabar faqat bir yil bo'yicha bir qisqa, ashta bo'lg'achqa uni video qilib chiqarishni toz muvofiq ko'rmadik. Bu xabarlar sal ko'paysa uni chiqaramiz. Ondan keyin Uyg'ur axborot markaziniki tor beti har haftada yangilanib turdi degan gap. Har hafta chiqqan Uyg'urlar haqidagi muhim doklad xabarlarni qo'yib turyapmiz u yerga. Buni maqsad qilayotgan qarindoshlarimiz bor. Bir ko'p asanlar bo'ladi, intan ko'p materiallar bor hozir. Uyg'ur haqida izlangan odamlar foydalansa bo'ladi. Ondan keyin abatinki degan 7 jadvalniki Xitoycha, inglizcha nusxalarining hammasi tor betga chiqarilib bo'ldi. Ko'p asanlar bo'ladi. Yana bir xabar sizlarga alayda deb qo'ydigan. Uyg'ur Project Fondi hozirga qadar qilgan ishlarni biz qisqacha xulosalab, uni tor betga chiqarib qo'ydik. Men uning tor betini adresini shu videoning ostiga chiqarib qo'yman. Bir ko'rib beqinglar. Burun nima ishlarni qildi deb so'raganlarmi bor. Ko'rib asanlar ko'ralaysizlar Uyg'ur Project Fondining nima ishlarni qilganligini. Shuni bir ko'z yuritib qo'yinglar. Bu yuqorqi ishlardan boshqa menikini o'z oldim qilayotgan ishlarim bor. Buni sizlar hali ko'p bilasizlar. Meniki bir Twitter hisobim bor. Asas inglizcha. Uningda 12 mingdan ko'p agash kuchim bor. Men Facebook hisobidan 4 ni boshqaraman. Erkin Sidiqning 3 bor. Onunki birisi İngilizce asas qilgan, ikisi Uyg'urchani. Ondan keyin bir page bor. İkisi page bunun ichida. Bu page Uyg'ur axborot Uyg'ur Project Fondi uchun ishlatayotgan page endi. 4 Facebookni boshqaraman men. Buningda 20 mingdan ortiq do'st va agash kuchlarim bor meniki Facebookda. Ondan keyin bir YouTube kanalim bor. Unda 3900 dak mushtir bor. Aniki bir tor betim bor, marifat.com degan. Bularning ishini o'zim qilib bo'lmayman. Yuqorqi ishlarni boshqarib minishdan boshqa. Ashta bo'g'ashqa men bu butunki ishlayotgan bir odam, shunga qanchalik aldirash o'tadiganligimni bilsizlar. Bu to'g'ri ko'p gapim yo'q. Faqatla mushu tim ustida deb qo'ydiganim meniki abiyatin degan bir gapim. Eğer insan Allah bergen hamma narsani to'liq ish qilib qatnashsa, bir asli tirishchanlikqa necha asli natija yaratib bo'ladi. Shunga men qarindoshlarniki sinab beqishini orzu qilaman. Imonliq, insofliq, e'tiqodliq, Allohga sadoqatini bor qarindoshlarniki mushundaq bir ishni sinab beqishini umid qilaman. Sinab beqinglar, natijasini ko'rsizlar. Buni qilayotganlar hali ko'p hozir. Meni atrofimda ish qilayotgan qarindoshlarniki, masalan, abaytiman degandek nurg'unlarniki butkul xizmati bor. Yine nurg'un ishni qilib yashaydi millat uchun. Sizlar sinab beqinglar. Endi UPF'niki, Uyg'ur Project Fondining atrofida ish qilayotgan qarindoshlarniki bir o'rtaq arzusi bor. O nima desanglar, xalqimizning beshi, vataniy xalqimizning beshi kelgan zulmni to'xtatib, vatanni ozod qilish yo'lida o'ziniki eng oxirgi nafsigacha tirishish. Mushundaq bir g'oya, orzu, nishon bilan ish qilayotgan qarindoshlar bular. Bundan keyin mushtaq qarindoshlarniki davomli ko'payib minishni orzu qilamiz. Mushu munosabat bilan sizlarga deydigan yana bir gapim bor. Biz o'tgan yil 12-oyda bir ishni boshlagan Uyg'ur Project Fondidan. U nima desanglar, Sharqiy Turkistondagi millatning ustiga, xalqimizning ustiga kelgan irqiy qirg'inchilik ahvollari haqidagi axborot uchurlarini to'plab, uni g'arbliklarga ta'minlash, yo'llab berish. Mushta bir ishni qilish to'g'riliq. Aslida 2019-yili men bir yan to'plash ep bordim Facebookda, o'chaqda Uyg'ur Project Fondi qurilmagan.
Şu çağda bir gruppa fuqarolar meni izlab kelgan. O'zlarining bir axborot uchur izlab kelib, shu ishni planlab biz bir Facebookda pul to'plagan. Keyin bu bir gruppa fuqarolar bu ishni yo'l qo'yib qo'ychilik, yana bir jiddiy vazifa chiqib qolib, umush Uyg'urlarning ishi bir yil ashni qilib ketdi bola. Ashni qilib ketdi, shundan bu ish to'xtab qolib, shuningki pulsi menda botdi. O'tgan yil shu pul bilan shu axborot uchun to'plash ishini yana Uyghur Project fondi nomidan o ishni qildik. Bir yil bo'ldi hozir. Buningda bir xodimimiz var, bütün gün ishlaydigan, uning yordamchisi var yana. Shunga men bir guruh kishilar deb atayapman. Bir ishxona oldik bir yillik ijaraga. Ondan keyin bir kishi bütün kunlik bo'lib ishladi, qolganlar yordamchi bo'lib ishladi. Oylik maoshi $1000. Bir odam va unga yordamchi bo'lgan nechadan oylik maoshi $1000 ashta qilib. Bir yil biz ashta qildik. Sizlarga gapini qilgan 6 jadvalni shular vujudga keltirgan. Bular kasb ahlilari bu ishni qanday qilishini bildi qoldilar. Xitoyniki internet sistemasi va boshqa nurg'un sistemlardan aytib biladigan kishilar. Ashta qilib 6 jadvalni vujudga keltirdi. Undan boshqa yana g'arb muxbirlarini muhim ma'lumotlar bilan ta'minlash, muxbirlarga chet eldagi Uyg'urlar ichidan isbotchi tepib berish, isbotchilarni muxbirlar bilan kurishtirish va ular o'tirsida tarjimonlik qilish ishlarini qildi bular. Shularniki yordamlari bilan xili ko'p boshqa ishlarni vujudga chiqdi. Masalanga hozirga qadar shularniki yordam bilan Uyg'urlar haqida ingliz tili dunyosida xabar va doklad e'lon qilgan cho'ng media shirkatlaridan Amerikadagi ABC shirkati, Avstraliyadagi ABC, Angliyadagi BBC, Amerikadagi CNN, Fransiya davlatlik televiziyasi, Germaniya DI shirkati, anikin HBO, Amerikaniki, aniki Yaponiyaniki NHK va Qatar Al Jazeera televiziyasi qatorliqlar bor. Mushlar bilan birlashib nurg'ishlarni qildi. Endi shu 11 oyda kira oyda bu ishga ajratilgan pul shundan tugaydi. Biz bu ishni yana bir yil davomlashtirsak deb shunday bir arzu, shu ishni arzu qilyapmiz. Hozir chiqqan 6 jadvalga yana yangidan jadvallarni tilab qilyapti. Men bilishib qilayotgan xalqaro tashkilotlar. Bunday narsalar lozim deydi. Ashlarni shu hukla qila oladi. Uning ustiga hozirgi bizniki chet eldagi siyosiy davorimiz ichida vatandagi mushnaq usullarni to'plash, yig'ish, unday xalqaro yetkazish bu intayin muhim ish. Bu ish amadan qo'lga keladigan ish emas. Bizda hozir mushtaq bir qo'shin bor. Mushtaq adam kuchimiz bor bizniki. Ashta boshqa buni to'xtatib qo'ymasak. Shu vajdan men chorshanba kuni Facebook'ga bir yan to'plash chaqirg'i chiqardim. Nishon $16,000. To'plash vaqti bir oy. Agar to'shsa to'xtatib qo'yamiz. Bu pulniki $3,250 puli bir yillik ishxona ijarasiga ketadi. Ishxona degan vaqtimizda uniki suv, tok, internet degandek narsalarmi bor, hammasi shuning ichida bir yillik ijarasi. Yana maoshga albatta degandek yana maosh uchun $10,000. Bir adam bütün gün ishlaydi, u odamga yordamchi g'alaba. Ashlarning chiqimlarini qo'shib, azosh pul qo'shib $16,000 deb chiqardik. Agar bu pul to'shsa, buni to'xtatib qo'ymayman. Qachon to'slamkin? Shunga mushishga bir yordam qilgan bo'lsanglar. Men degandek nurg'un qarindoshlarniki millat uchun o'zining bir kishilik hissini qo'shish orzusi bor. Bir yilning ichida $100 yoki $200 pul chiqarish ko'plagan kishilarga ig'ir kelmaydi. Bo'libmi Amerika, Yaponiya, Kanada, aniki g'arb ellardagi, Avstraliyadagi qarindoshlar uchun shu mushkil yordam qilib qo'ygan bo'lsanglar. Buni sizlar chaqiriq qilmay, o'zimiz qilamiz. Lekin men mandaq ishlarni bir ommaviy harakat sifatida qilishni yaxshi ko'raman. Sababi ko'proq kishilar qatnashsa, millat uchun ish qilish qo'shiniga degan orzu bilan. Shunga mana bir yaxshi fursat. Avkular qilgash amadamning qo'ldan kelmaydi.
Ondan keyin bunday bir yaxshi imkoniyatni qo'ldan berib qo'yg'imiz yo'q. Bo'lsa bu ishga yordam qilgan bo'lsanglar. Alqi Uyghur Project Fondi qildigan hamma ishga yan to'plab o'ltirmaymiz. Mana ikkinchi qatimli yan to'plash bu yilgi. Oldingi qatimli Ramazonda to'plangan. U pulniki biz $15,000 yig'imiz deb o'tirib chiqqan. $52,000 yig'ilib, $32,000 pul Turkiyadagi Uyg'ur yari uchun, andaki $20,000 pul bizga yig'ilgan. Men u pul Turkiyadagi Uyg'ur yari uchun to'plangan pulniki hammasini o'tib bo'ldim. Ular tas kundan o'qimayman. Bir narsa ko'rsatmoqchi emaslarga. Intayin tafsili doklad bor. Bu dokladda dollargacha pulni hozir qadar qancha xashladi, xos turlarga xashladi, endi nega xashlamoqchi degan narsalar. Hozir qadar ularniki xashlagan turdan 3 cho'ng turi bor. Birsi aslidagi maqsad Uyg'ur o'quvchi mukofot puli, shuni xashlamoqchi. Ondan keyin yana birsiga tikchilarni tarbiyalash, kiyim tikadigan xonimlarni tarbiyalash kursini qilyotdi ular. Uning bu bir qismini xashladi. Ondan keyin oliy maktabga o'tadigan o'quvchilarga yordam qilish kursi. Bu kursini qilyotdi, shuni ham xashladi. Pulni hamini xashlab bo'lolmadi, lekin bu son intayin aniq. Uyg'ur Project Fondidami bizniki bir buxgalter bor. Pulni buxgalter bilan men ikkimiz teng boshqaramiz dollargacha. Nega qancha pul xashlaymiz, buning hammasini shu Uyg'ur Project Fondidagi board a'zolari muzokaralashib qaror qilamiz. Anki pulni shu bo'yicha ma'lumotimiz. Bütün kirim chiqim narsalarniki xotirasi bank hisobimizda bor, aynan bor. Buningga biz Uyg'ur Project Fondining ichidagi boardlarga doklad beramiz, andan keyin Amerika hukumatiga doklad beramiz. Bu narsa bizga ketmaydi. Shunga bu jihatdan xotirjam bo'linglar. Bo'lsa mana shu yordam qilib qo'ygan bo'lsanglar. Endi bizningki safarimiz bak uzun. Ba'zi analizchilar Xitoy Kompartiya hukumati 2024-yilda ag'dirildi, o'lib tushdi, davatadi. Buniki qanday asosi bor, bu to'g'riliq buniki izni baqsaq bo'ladi. Men keyin vaqti kelgan chog'da bu vaqtni so'zlab beraman. Lekin bunday ishlar kapolatga ega emas. Biz uchun eng kapolatga ega narsa o'zimizning tirishchanligi. Biz qaysi qilamiz, qanday yashaymiz, buni o'zimiz qaror qila olamiz. Ashta bo'g'ashqa millat uchun qilinayotgan mandaq ishlarga imkon qadar ko'proq qarindoshlar yordam qilsanglar. Boshqa ishlarni, amaliy ishlarni qilish imkoniyati yo'q qarindoshlar, ozroqdan pul chiqaringlar. Ishni qila oladigan qarindoshlar qilsin. Mening atrofimga ashta odamlar to'plangan, Uyg'ur Project Fondiga ashta odamlar to'plangan. Buniki mashindaq ish qilay degan qarindoshlar o'zining yaxshi ideyasi bilan bizni izlaydi. Ondan keyin biz muvaffaq ko'rib, qiladigan ishni qilamiz. Buniki iqtisodiy chiqimlarini sizlar ko'tarib bersanglar. Shu turmushuniki birisi, bunun kirgan pullarni biz ashtaxtlar uchun ishlatamiz. Biz iqtisodiy manbani hal qilishda qilayotgan boshqa ishlarmi bor? Uning vaqti kelgancha sizlarga deyman, hozir maosh zo'r bo'lishi uchun buni sizlarga deb qo'ygim keldi. Eng oxirida deydigan bir gapim, Uyg'ur axborot markazi hozir har haftada 3 ta video chiqaryotdi. U Uyg'ur axborot markaziniki YouTube kanaliga qo'yiladi o'tirliqlangan. Men bu YouTube'dagi videoni tushirib, o'zimning kompyutersiga, andan keyin o'zimning kanaligimga chiqarib qo'yaman. Mushunga vaqt ketyapti. Har hafta 3 video bor. Men uni 20 dak WhatsApp signal to'plarga taqitaman. Ondan keyin 4 Facebook chiqaraman. Ondan keyin o'zimniki abad degandek hujjatni tushirib, o'zimning YouTube kanaligimga chiqaraman. Bu YouTube videolarniki hujjati cho'ng bo'lganligi uchun biz emailda mangdirib o'tirmaymiz. Uni vaqt ketadi bak. Ashta bo'g'ashqa mishlarmi meniki vaqtini yeb ketib bordi. Agarda meniki mush Facebook'imdagi 20 mingdak qarindoshlar mush Uyg'ur axborot markaziniki YouTube kanaliga mushtir bo'lib qo'ysanglar, meniki buni ayrim o'zimning YouTube kanaliga chiqarishniki hojat qolmaydi. Men uchun xil ko'p vaqt tijilib qiladi. Bu mushtir bo'lish haqsiz, uni pul olmay, u pul oldiga ish emas u. Nayet asan bir subscribe degan bir yeri var, qizil besib qo'ysanglar bo'ladi buni. Ashta qilishning o'zimi bizni bir qo'llash.
Sizlar müşteri bo'lib qo'ysanglar, Uyg'ur axborot markazi har qatim bir yangi video chiqqan chog'da sizlarga bir uchur keladi. Bundaq bir yangi video chiqdi deb. Shunga siz izlab o'tirmaysizlar, oldinglarga keladi bu. Shu orqali mumkin yangi videoni ko'rsanglar bo'ladi. Bo'lsa ishni bir qo'llab qo'ygan bo'lsanglar meni. Men shundaq tirishayapman. Shundaq deb yetishamayapman. Yetişemevatman, şuna üzerinde sal vaqt tejaydigan yerler bo'lsa tejay deb ma gapni sizlarga deyapman. Mushni qilib qo'ysanglar, sizlarniki manqa yordaminglar bo'ladi. Shuni bir deb qo'ydim. Bo'ladi, meniki bugun planlagan mazmunlarimiz shu. Kilar qatim kirkish aman bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.